Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Fazliddin Muhiddinov. Bugun sizlarga bir ajoyib bir life hack, o'zim foydalanadigan bir ajoyib uslubni aytmoqchiman. Buni kimdir bilishi, kimdir bilmasligi mumkin. Gap shundaki, oxirgi postlarimizda biz aynan Gemini'dan foydalanish haqida ko'plab ma'lumot berdik va aynan gamebotlar haqida. Gamebotlardan men juda ham ko'p foydalanaman. Buni screenshotini tashlagandim. Har kuni o'zim yangi gamebot qolaman kerak bo'lsa, ya'ni kerak bo'lgan paytda. Mana hozirgina Ubuntu Mentor degan gamebot yasadim. Bu nima uchun kerak bo'ldi menga? Ko'rib turibsiz, Ubuntu'ni o'rnatib oldim o'zimga. Ya'ni Linux Ubuntu degan distributiv dedim, nimadir shunaqa narsasi ekan. Hali to'liq bilmayman, lekin Linux sistema, Windows emas. Hozirgacha biror marta ishlamaganman, bilmayman qanday ishlashni. Hozir qiynaldim boshlanishda. Ya'ni qanday qilib bu narsani haligi qilsa, Windowsni biz bilamiz, to'g'rimi? Qayerga kirsa programma qotib qolsa nima qilish kerak? Display zadach qayerda, misol uchun, internet qayerda sozlanadi, programmani internetdan skachat qilib o'rnatishga o'rganib qolgan misol uchun. Lekin bu Linuxda boshqacha bo'lar ekan. Boshlanishda biroz noqulay bo'lyapti, lekin borgan sari menga ma'qul kelyapti. Ishlash tezligi yaxshi va ko'pchilik dasturchilar aynan Linuxda ishlar ekan. Buni internetdan ko'rsanib bo'ladi, balki ichimizda ishlaydiganlar ham bordir. Qisqasi, xuddi shu masalada menga yordam kerak bo'ldi. Oxir o'zimga bitta gamebot yasab oldim, aynan Ubuntuga o'tish bo'yicha. Nima qildim? Shunchaki men bu yerga nima xohlashim yozaman. Menga shunaqa narsa kerak deyman, u menga aynan Linuxda shu narsani qanday qilishni o'rgatadi. Shunchaki Windowsda shunaqa narsa qilardim, buni qanday qilaman deyman, shu narsani menga o'rgatadi. Juda ham oson bo'lyapti, juda ham qulay bo'lyapti. Endi buni qanaqa yasadim? Buni yasashda birinchisi o'zingiz gamebotga kirib turib, qanaqadir ruchno, mana shunaqa qilib menga deb yozishingiz ham mumkin. Ya'ni menga shunaqa Windows bo'yicha savol bersam, sen Linux o'zlab javob ber, boshqa deyishingiz mumkin. Men sizga hozir mana promptini ko'rsataman. Promptni qayerda deb bu yerga olib qo'yganmidim? Olib qo'ygan ekanman, hozir olib qo'yib ko'rsataman hozir. Ya'ni mana bunday prompt. Mana Windowsda biz Ubuntuga o'tadigan dasturchi uchun mentorisi deb turib, qisqasi bu prompt yozdi-da, bu prompt ham eng sizlarga ulashmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, bu prompt yozilishi ham alohida bitta gamebot qilib qo'yganman men. Ya'ni men nima xohlashimni o'sha gamebotga yozaman. Ya'ni qanaqa gamebot yasashni istashimni gamebotga yozaman. Bu menga shunga moslab prompt yozib beradi. 2 qator, 3 qator gapimdan o'zi batafsil analiz qilib, tahlil qilib prompt yozib beradi. Bu bunda aynan mana bu prompt engineer deb ataladi. Mana misol uchun mana yerda Ubuntuga o'tish uchun mentorlik boti deb mana shu prompt engineer deb bo'lgan aynan, ya'ni mana aytdim shunchaki Ubuntu'ni o'rnatdim. Hozirgacha Windowsda ishlaganman. Bugun ko'rishim biroz qiyin bo'lyapti. Menga shu Ubuntu'ni ishlashda yordam beradigan mentor kerak. Qisqa lo'nda Windowsga mos savol bersam, shunga mos faqat Ubuntu'dan kelib chiqib javob beradigan dasturlarni topib o'rnatishda yordam beradigan. Endi har adashib ketgan bo'lmaysizlar, va o'zim tushunaman lekin va Xudoga shukr Gemini ham tushunadi. Ancha tilimni tushunmagan. Shunaqa deb yozdim. Bu yerda menga batafsil analiz qilib, tahlil qilib, mana men buni bu yerga yozib o'qib o'tirmayman, tashlab beraman bu narsani men sizlarga. Va menga oxiri batafsil bu yerda bitta prompt yozib berdi. Va shu prompt yordamida men o'zim gamebotimni yaratib, mana bu gamebotda systemni prompt degan joyda bor, bu yerda. Instruksiya degan yeri. Mana shu yerga aynan o'sha prompt shunchaki copy paste qilib qo'yaman. Oxirdagi 9-bo'lagida, aynan 9-bo'lagida oxirgi optimallashgan prompt beradi. Gamebotni yaratishda yoziladigan promptni ham gamebot orqali qilaman. Xohlagan narsam yozaman, menga shunaqa narsa kerak, menga shunaqa menga mentor kerak deyman, shunaqa mentor yozib beradi. Mana misol uchun bu gamebotlar ichida turadi. Prompt managerga kiramanda, masalan, men 1S va web yo'lda deylik, 1Sdagi dasturga webda vitrina sayt qilmoqchiman. Bu yerda 1Sdan ma'lumotlarni oladi, API orqali tovarlar nomi, rasmi, qoldig'i, narxi, buni batafsil yozsam, yozmasam bo'ladi, shunchaki oladi desak ham bo'ladi va saytda chiroyli onlayn market shaklida ko'rinadi. Odamlar kirib zakaz berish uchun tovarlarni tanlab savatga yuklaydi, o'ziga orttiradi, qidiruv bo'ladi. 1Sga zakazni yuboradi. Bunaqa sayt qilishda yordam beradigan mentor kerak. Bu narsani batafsil analiz qilib, menga to'liq, misol uchun nima noaniqliklar bor bu promptimda, qanaqa kamchiliklar bor, umumiy istak shaklida yozilgan deyapti. Nima qilsa yaxshi bo'ladi, qanaqa rol berish kerak.
mana bu Gembotga shu narsalar hammasini nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa cheklovlar bor, shuni hammasini yozib mana bu yerga kiritib beradi bu yerda mana. Ya'ni bu yerda to'liq bizga oxirgi prompt beradi. Mana shu prompt orqali biz nima qilamiz? Prompt orqali biz o'zimiz Gembotimizni yasab, shu orqali biz dasturimizni qilamiz. Men nimaga buni berdim? Xabaringlar bor. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda vitrina sayt qilamiz. Aynan shu vitrina saytni mana shu Gembot orqali qilamiz. Xudo xolasa. O'zi asli kodeviy agentlar bilan qilsa ham bo'ladi. Cloud bilan yoki Antigravity bilan, lekin men sizlarga bu safar vitrina saytda aynan Gembot orqali qilishni ko'rsatmoqchiman. Sababi bu yerda ijodkorlik bor. Buni sababini keyinroq tushuntiraman. Kodeviy agentlarda odam juda dangaslab qoladi, nima bo'lganini bilmay qoladi. Mana bu Cloud bilan Gembotlar orqali qilganda, ya'ni mana bu Gemini'da Gembotlar orqali ChatGPT bilan qilgan paytda suhbatlashib, nima ketayotganligini, jarayon nima bo'layotganligini, nimaga qilayotganimizni bilib boramizda, o'zimizda tushuncha paydo bo'ladi. Shuning uchun buni Gembot orqali qilamiz. Vitrina sayt mentor deymizda, buni saqlab qo'yamiz. Qisqasi, men sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu videodan aynan mana shu prompt engineer Gembotimni sizlarga aytmoqchi edim va buni o'zini instruksiyasi bor. Bu instruksiyani men sizlarga kanal tashlab qo'yaman. Kanalda bemalol olib, o'zingizga xuddi shunaqa bitta Gembot yasab olinglar, prompt engineer degan bu instruksiyani ichiga tashlab qo'yinglar. Xohlasangiz buni kengaytiringlar. Men o'sha boshida bir bilmayman 2-3 oy oldin qilganman, shu bo'yicha turibdi, lekin meni qoniqtiryapti. Va Gembotingdan shu orqali qilinglar. Yoki bo'lmasa boshqa bir nima deydi, boshqa bir sun'iy intellektga qanaqadir zaпрос berish kerak bo'lsa, shu orqali qilsanglar, o'ylaymanki ancha zaprosinglar mukammal va chiroyli chiqadi. Xullas, do'stlar, foydalaninglar, fikrlaringlarni izohlarda qoldiringlar. Foydasi tegsa xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.